Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valaha ma ba'd. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme arzuqna ilmen nafi'an ve rızqan tayyiban ve amelen mutaqabbala. Allahümme arina'l hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ah ve arina'l batila batilan ve rzuqna ijtinabah. Biz hatta ulug' oyda ketibamiz. Ulug' oyda ketibamizki bu oyni Ibn Qayyim rahimahulloh Yusuf aleyhisselam'a o'xshatdi. Yusuf aleyhisselam. Bu ay Yusuf aleyhisselam o'xshasa, qolgan oylar Yusuf aleyhisselamning 11 qiyamatiga o'xshatilgan. Yusuf aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala'nın nazarida qanchalik ulug' katta payg'ambar bo'lgan bo'lsa, bu ay Allah subhanahu wa ta'ala'nın nazarida ham shunga o'xshash katta ulug' ay deb iborat. Bu ayni Yusuf aleyhisselamni Allah subhanahu wa ta'ala aziz qilganga o'xshash, Misrning azizi qilganiga o'xshash bu ayni aziz qilgan. Bu ayni qadrini bilishimiz kerak. Shunga bu ayni az pulga satmasligimiz kerak. Yusuf aleyhisselamning qarindoshları Yusuf aleyhisselamni bitamadin bahsin darahim ma'duda va sharabu va sharabu bitamadin bahsin darahim ma'duda. Az pulga sotayotgan. Shunga o'xshash biz az pulga bu ayni sotayotganimiz kerak. Yusuf aleyhisselamni o'ttirib o'tish o'rindan o'xshash bu ayni o'ttirib kerak. Bu ayni aziz bilishimiz kerak. Bu ayning hurmatini özüge layık halat kılışımız gerekir. Yine bazı ulemalar bu ayni xuddi Nuh aleyhisselamın gemisi olmuştur. Sefinetun Necah, yani kuzuş gemisi. Tarih bütün alem, bütün adamlar, insi, cin, mahlukatlar, hepsi karışıp geçişe gırdağa verip kalan halatta, şu alemde Sefinetun Necah, yani Nuh aleyhisselamın gemisini evet yaptı subhanallah. Muş kemiğe çıkıvasan tutsunlar. Çünkü okşaş bu ay faydası. Bu ay beşi baş bekli dünya olan ve ahirette bekli cennetin eşiği Reyyan dayılan bir eşiği var. Şu eşiği bir toktaydan bir kemiğin ibadet. Kemik okşaş olan. Çünkü bu ayın kadrini kılışımız gerek. Kadrini bölüşümüz gerek. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis meşhur hem de rıcılıktan hadis İbn Hibban rahimahullah Malik ibn Huveyri radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberge çıktı. Şunda birinci taştaqqa yani birinci kalemparayga o'qib etgan lekin amin deb shunday dedi. İkinci kalemparayga chiqqan vaqtda yana amin dedi. Üçüncü kalemparayga chiqqan vaqtda yana amin deb shunday dedi. Sonra ikinci so'radagi sahobalar Rasululloh nega amin dedilar? Deb shunday degan vaqtda Peygamberimiz birinchi qitim amin degan vaqtda Jibril alayhissalom keldi. Kimiki Ramazondan mag'firat, gunohlar mag'firat qilingan holatda chiqmasa yoki Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishmay qolsa, anvaqtlik qilib yoki jannatlik bo'linmay qolsa, u odam xor va zabun bo'lib ketsin dedi. Ya'ni biz Allohning rahmatidan jiroq ketsin dedi degan bir rivoyat. Men so'ngra Jibril alayhissalom dedi, amin dedi, shunda dedi, qul amin dedi. So'ngra qultu amin dedi shunda dedi. Anandan keyin ikkinchi tasdiq chiqqan vaqtda kimiki mening ismim zikr qilinsa, uningga salovat keltirmasa u kishi xorja bo'lib ketgan. Sallallohu alayhi ve sellem. Debede amin dedi, men amin dedim shunda. Üçüncü tasdiq chiqqan vaqtimda kimiki ata-onasini terg'on holatda tepib yoki o'sha kishining birisini tepib, shularning sababini, shularning holidan xabar, yaxshi xabar olib, shu kishi jannatga bo'lib qolgan bo'lsa, o kishi xorja bo'lib ketgan dedi. Amin dedi, men amin dedim deb shunda dedi. Hadis bu. Yani bu hadisdeki demek bu anda Allah subhanahu wa ta'ala'nın muşu ay katta ayda Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetine erişemmek bu adam yani dünyadaki en kalıda bu şaki adam
Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalan adam şu adam kalır. Çünkü bu ay nereye kalsanız, qaysi tarafga qaysanız rahmat, mağfiret bilan ulug'lashgandir. Xuddi Saba şehrida o'z vaqtida laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatan 'an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yaman'daki Saba şehrida mush oyatning tafsirida Ibn Kathir rahimahulloh shunday deydi. Saba deydigan bir shahar voqea deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bularga shundoq jiq ne'mat, nazu ne'matni bergan ediki, ikki taraf tog'ning ikki tarafi yoki vodiyning ikki tarafi butun bog' edi. Odatda yeşil daraxtlar megilib tarafga edi. Chivin, pasha, har qanday chayon, yilon, har qanday narsa bu yerda yo'q edi. Agar boshqa yerda boshqa musofirlar kiyim kechaklarda yoki bojak bir minut ko'tarib kelgan bo'lsa, shu kundigini urib qolib deydi. Bir hayal yoki shu yerda yashaydigan odam kolbasa savatini qo'yib, o tarafdan bu tarafga mansa meyveni üzmek. Muşun memiş jarayonida savatning ichi turishib qoladi deydi. Savatning ichi o'zligidan tushgan meyveni meyvani pishgan meyvening zararidan savat turishib qoladi deydi. Ya'ni qo'ldan elib üzüp savat boshqalarni deydigan manzaramiz. Shundan darajada ne'matni Alloh subhanahu va taolo bergan. Lekin ularning qadrini bilmay, a'radu fa arsalna alayhim saylal 'arim va baddalnahum jannatayn bi jannatin. Ola Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerine nankörlük kılıyor. Allah subhanahu wa ta'ala ki bakmı yani vadinin aşıyor. Nevsiz çöl cezir gaylar. Şunu okşar, muşu ay qayerga qolsangiz rahmat mag'firatga üstüde turadigan bu ayda şu rahmat mag'firatni topolmagan odamdan shaqiy mahrum odam yo'q. Şu odamdan hozir bu odam yo'q. Çünkü hadis-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunda deydi. Men sama Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lahu. Kimiki rozunu Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığı için hesabını Allah subhanahu wa ta'ala'dan ecrini Allah subhanahu wa ta'ala'dan kütken halatta talep etmiş bu rozunu tutarken günahını mağfiret kılmaktadır. İlgili günahların hepsini mağfiret kılmaktadır. Men sama Ramazan imanen ve ihtisaben yani beraber. Kimiki Muşa ayda keçilerini kıyamyadan öptürdük. Yani muş salavat taravih namazlarını cemaatler okup muşunun imam qaytçı bo'lgan holat shuni bilan birga qilgan. Muşu namazını Allah subhanahu wa ta'ala'nın ecrini talep qilgan holatda. Yani bu cemaat chiqmaydigan yoki qilmaydigan degan emas, faqat Allohning rizoligi uchun buni talab qilib chiqar ekan, u kishining ilgari gunohlarining hammasini mag'firat qilib etaman deb shunday. Man qama laylatul qadr laylatul qadr kechsini. Yigim yakkan topolmabdi, yigim shu yerda topolmabdi, hamma vaqtda. Ashu laylatul qadr kechsini o'smi yana. Haqiqiy iymon keltirib Alloh subhanahu va taologa savab ajr talab qilib turib şu keçeni ahya qiladigan, şu keçeni tirildirdikan, şu keçeni topadigan, g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Uning ilgirki gunohlarini hammasini mag'firat qiladi. Yani qaysi tarafga qarsangiz rahmat, mag'firat ashu. Namg'unda yer yo'q. Yani mushundaq aytsa, muhindaq mag'firatning ichida cho'kib turib, suvning ichida suv chamqirib qolgan odam dört adam bor. Uningdan baqqa mahrum odam. Yeni bir hadiste şunda deydi. وَلِلَّهِ عُتَقَى فِي كُلِّ لَيْلٍ. Her gece Allah subhanahu wa ta'ala mın adamlarını dozaktan azap kılıyor. Muşur gecelerinde. İbadet ile ötküzse Allah subhanahu wa ta'ala şunun katarda Allah'ı acaba eder. Allah subhanahu wa ta'ala hemen şunun katarda eder. Önünden başka yani keçinin üçten beraber. Allah subhanahu wa ta'ala zamanın asmana uçuş. Özüge layık halet. Hel min mustaqbirin te estağfir.
Meningden magfirat talab qiladigan yo'qmi? Magfirat talab qiladi. Meningden rahmat talab qiladigan yo'qmi? Rahmatimni yog'dirib etaman. Meningden o'zining gunohlarimdan magfirat tilaydigan yo'qmi? Magfirat talab qilmayman. Kechirib etaman. Afu qilaman. Tilaydigan nega so'radi? Daramanlar kesining oxirida shunday qiladi. Onundan başqa Ramazanda aqallisi 29, jiqi 30 yandırılmaydan dua Allah subhanahu wa ta'ala nazar eder. وَلِلصَّائِمِ دُعَاءً لَا تُرَدَّ Şu kişinin duası qaytarılmaydı. İcabetsiz qaytarılmaydı. Şu üçünün birisini roz tutan kişi de roz tutan kişi duasıyla cevap vermedi. Yani kimde bir rakatin duası, yani iftarda yakın şu vakit beklemeyin. Ölmaz şu vakit beklemeyin. Şu vakitlarda duasıyla icabet kılıvetirdiler. Mesela 29 gün bakmak varsa 29 duamız garanti var degan bor. Yoki 30 bo'ladi. Ondan başqa yana şu roza şafaat qiladi. Qiyomat kuni bizni Alloh subhanahu va taoloning oldida mushu minni tortishtimada meni de o'zlarining roziligidan oshib ko'rsatdi holatda, usuz holatda, chiroylar sag'ogan qalblari yerlik ketgan holatda mushu o'zlarining rizoligi uchun mushu jafo tortdi ya Alloh. Kechirib bersinlar mushu. Mag'firat qilib azob qilib mushu do'zaxdan, mushu rahmatlarga rahmat baxtlar bo'lgan jannatga kirgizsinlar. Deb Allah subhanahu wa ta'ala şefaat qilib tortib bo'ladi. Yani demek muşnunga o'xshash rahmat mag'firat bilan to'shib to'liq toshgan yani bir vaqtning o'zida taqov etilgan jannat do'zaxni, taqov etilgan do'zaxning atrofida cho'glab yurganlik bu bekam vaqt. Hadisda shunday deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan kirişi bilan yoki endi bir hadisda Ramazonning avval kechasida Alloh subhanahu va taolo yomon shaytonlarni bog'lab o'tadi deydi. Jinning sarkashlarini bog'lab o'tadi deydi. Yana o'sha bog'lab atgan shaytonning qishig'i verib, yana maslas so'rab, yana ashab tushunlab yursak, bu yana o'zimizning o'rtamizda. Do'zaxning eshiklari taqiladi, butun taqiladi. Taqib atgan eshikni cheksak biz yana jannatning eshiklari ashu İki qanatda kangli ichiga kirgan adam bo'lsa aynı içeri do dashudalgan. Ana ondakin hadisning oxirida ya bag'iy khayr aqbil ya bag'iy sharr aqsi dashudalgan. Yaxshi bo'lsin talab qilib kel bu. Jannat mayali, mag'firat mayali, rahmat mayali, Allohning rahmati mayali. Bu tarafta oldinda bu tarafta qilgan dunyoga aqon qilgan gunoh ma'siyat to'lib ketgan banda bir az yani o'zing biroz qatqin aqsi degan gap o'tiribni demadi butun tashvaq biroz adam bo'lsa iymon mo'min bo'lsa yoki qiyomatda bir hisobning bog'liqi jannat do'zax degan narsaning bog'liqini va iymon keltirgan bo'lsa bir az o'zing qatqin mo'minchilik Ma günahdan özən tatqın, ma dünyadan, meynət dünyadan özən tatqın baxaz. 11 ay aqil жүріп baxdan, özümüzün qazmədə, sana vəfa qılmədə, ma bir ayda vəfa qılamızın. Dəb, şununla Allah subhanahu wa ta'ala özünün fərişdələr altırıb bu xitabına qılır. Yani bu qilişi, şeytan taqib etişi, dozaq taqib etişi, cennetin eşiklerini taqib etişi, yeni Allah'ın rahmetidir ibadet. Er-Rahman, Er-Rahim sözüdür ibadet. Bu sözün taqib mağfiretini taşlab qoyub, onu taqamayan cennet şeytanını qoyub bıraksa, oraya örtü. Ama yeni şu benden, yeni şu insan, yeni acizlik qalmasa, Muşu yaman sertçini bağlavatır, bağlavataydır, bağlavatır. Bunun kısmı mümin, musulman, qanday şekilde bağlandı Allah'a, biz onu bilmeyiz ama Allah subhanahu wa ta'ala bunun bağlavatır Allah'a. Hadis inkarcılardan başka, haddaktan iman kartları bununla. Onundan başka Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ı siyam, roz ayatının ahirinde ve idâ se'aleke ibâdi anni fe inni qarîb.
Şundaq deydi. Sen mağfiret talep qiladigan, rahmat talep qiladigan, sen gunohingning mağfiretini talep qiladigan kishing olsa, men sana yaqin deb yaqin qilinaman. Sen jiroq bo'lsang, men sana yaqin. Deb shunday. Shuning uchun ulug' bir oyga ketib bu oyda musobaqa qilishimiz kerak. Bu yaxshilikqa, jannatga kirishga, hali kemiga yoki uchib taqsiga rayyan bobi qo'yib to'xtaydigan oxirgi bekdir. Shu kemiga chiqib olishga qanday qilish kerak? Shuni musobaqa qilishimiz kerak. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum va jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Deb shunday deydi. Ashu kağınlıki osmon va zaminning kağınlıki bo'lgan ashu jannatga kirishga musobaqa qilishinglar deb shunday deydi. Kağınlıki so'zlar haqida bu yerda kağınlıki uzunligini qanchaligini o'qimaymiz. Vallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala şu oyatda faqat kağınlıkini bayon qilib qo'ygan. Rahmin kağınlıki 140 santim yoki 2 metr degan bo'lsa, uzunligini qanchalik qisqalig'i bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bir ayet vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin 'arduha ka'ard ve cennetin 'arduha as-semawati vel ardu u'iddat lil muttaqin. Muttaqilar üçün tayyorlangan kamliki osmon zaminda bo'lgan ashu jannatga Allohning mag'firatiga musobaqa qilishinglar deb shunday. Mush bir aydan şu musabaqada qasaq ya Allohning mutabaqat kirib qasaq Allah subhanahu wa taala yani ning rahmatiga erishgan bo'lamiz va mangulik baxtdan iborat jannatga noil bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun buningga sal qarmaslik kerak. Haqiqatda sal qarmaslik kerak buningga. Bu yuqori deyilganga o'xshash, ya'ni bu nariga qarsak rahmat mag'firat bilan to'lib toshgan bu oyda biz boshqa yerlarga qarsak bizdinmi xarzabun, bizdinmi mahrum, bizdinmi shaqiy bir odam yo'q bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ahli vaziyatlarimiz oton qizlarimiz, o'g'illarimiz mushlar qilib qolgan bo'lsa, qo'yg'otib, qarovihlarga tan akilib yaqinimizni to'g'izib o'zimiz kirmoqchi bo'lgan shu jannatga bir bo'ldim tan so'rib bo'lsa taqda daljib turwas bo'ldi so'rib bo'lsa akirib ketadigan shuni qildirishimiz kerak. Ata bo'lgan ana bo'lgan odamning mas'uliyati bu anfusakum ahlikum nara aquduha an-nas wal tijaratu u'iddat lil muttaqin. Hech qanday odam o'zining bolasining xotin qizlarining do'zaxning yaqinga suv qilishini xohlamaydi hech kim. Xalamaydı deyimiz de yo'q. Xalab olganda qilib qolamiz. İçimizde qarab yoki bundoq qarab bu kichik bu tafa o'qivasan yoki bu keyin o'qib qolar. Ya undan sen bo'lmaydi buni. Qachon namoz farz bo'ldi ekan, onun o'ziga suv chechib bo'lsin, o'qib, ashyo mashakdan akilib nuqaqabaqdan ikin Qur'on qilsakum saqlanglar o'zlaringlarni va xudlarni baljaqlarni ahlanlarni aşı qilg'isi inson bo'lgan shu do'zaxdan saqlab qolanlar degan shu buyruqni anondek kelib ijara qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizning ahli tavobatlarini, qizlarini, o'g'illarni, hammamizning ota-onalarini, vatanda qolgan qavm qarindoshlarimizni shu o'zining rahmati va mag'firatiga noil bo'lgan mu'min bandalarning qatoridan qilsin. Alhamdulillah.